Hozirgi kunda ko'p tarqalgan kasalliklardan biri son-chonoq bo'g'imi ko'ks artrozi hisoblanadi. Aslida ko'ks artroz o'zi nima? Ko'ks artroz bu bo'g'imi degenerativ, distrofik o'zgarish bilan kechadigan, ya'ni bo'g'imi to'y qavatining yemirilishi, bo'g'imda assidlar paydo bo'lishi va bo'g'im tirqishini torayishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. O'zi ko'ks artrozning bir necha turlari bor. Birinchi turlari idiopatik, ya'ni noma'lum sababga ko'ra kelib chiqadigan ko'ks artrozlar. Ikkinchisi travmadan keyingi paydo bo'ladigan ko'ks artrozlar va uchinchisi displastik ko'ks artrozlar hisoblanadi. Hozir hammasi bilan bir-bir gaplashib to'xtalib o'tamiz. Birinchisi noma'lum sababga ega bo'lgan ko'ks artrozlar, ya'ni idiopatik. Bunga misol qilib, bu hozirgi paytda eng yosh, ya'ni yoshargan kasallik hisoblanadi. Ya'ni nafaqat bu keksalarda, balki yoshlar orasida ham ko'p uchraydi. Ya'ni bu son suyak bog'chasining avaskulyar nekrozi hisoblanadi. Ya'ni bu COVIDdan keyingi kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bunda suyakka keladigan, ya'ni tomirlarning dimlanishi hisobiga kelib chiqadigan ko'ks artrozi hisoblanib, bunda son suyak bog'chasini tog'aylarini shu yemirilishi, distrofik, degenerativ o'zgarishga olib keladigan kasallik hisoblanadi. Keyingisi displastik ko'ks artrozlar. Asosan bu son-chonoq bo'g'imi elementlari rivojlanmasligi hisobiga kelib chiqadigan kasallik. Bu asosan yosh bolalarda ya'ni ortopediya ko'rsatmasligi, rentgenlar, har xil tekshiruvlar qilmaslik oqibatida paydo bo'lib keladigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bunda shu yosh bolalarda vaqtida ko'rilmagan bo'ladi. Ya'ni son-chonoq bo'g'imini rentgen qilmaslik oqibatida kelib chiqadi. O'zi yosh bolalari 5-6 oylikdan boshlab son-chonoq bo'g'imini ko'rib, ya'ni rentgen tekshiruvlari qilish kerak. Asosiy displaziyalar sabab mana shu viruxlar hisoblanadi. Ya'ni bunda sonda mana shu chashkaga kirib turadigan joyi, ya'ni kirmaydi, ya'ni viruxda turgan bo'ladi. Ya'ni bundoq turadigan bo'g'im, ya'ni bundoq bo'lib qolishi, ya'ni tomdan tashqarida golovkani turishi hisoblanadi bunda. Bunday bemorlarda dastlab yurganlarda o'rdaksimon yurishlar paydo bo'lishi, bu yurishlarni kundan kunga og'irlashib borishi natijasi kelib chiqadi. Ba'zi holatlarda bir tomonlama yurish, ya'ni qad qomatini buzilishiga ham olib keladi. Asosan bu ayol kishilarda ko'p uchraydi. Ya'ni boshida o'zi bilmaydi. Asosan birinchi homiladorlikdan keyin paydo bo'ladi va son-chonoq bo'g'imida og'riqlar paydo bo'lishi kuchayadi. Keyinchalik o'sha rentgen qilganimizda son-chonoq bo'g'imida displastik ko'ks artrozlar aniqlanadi. Ya'ni bunda o'sha yuklama tushadigan golovka, yuklama tushib turgan joyda, ya'ni og'irlik kundan kunga ortib boradi, bunda harakat cheklanib qoladi. Ya'ni bunda yurish qiynaladi, turganda, harakat qilganda, zinadan chiqib tushmoqchi bo'lganda, og'ir narsalar ko'targanda og'riq juda ham kuchli bo'lib ketadi. Ya'ni post-travmatik ko'ks artrozlar, ya'ni travmadan keyingi paydo bo'ladigan ko'ks artrozlar hisoblanadi. Ya'ni bunda har xil avtotravmalar yoki bo'lib o'tgan operatsiyalar hisobiga paydo bo'ladigan ko'ks artroz hisoblanadi. Bunda tog'ay qavati yemirilib ketgan bo'ladi va harakat cheklanib qoladi. Ko'ks artroziga sabab bo'ladigan asosiy omillar keksalik, ya'ni yoshning o'tishi, ortiqcha tana vazirlilik, irsiy omillar, olingan jarohatlar hisoblanadi. Endi buni darajalari 4 ta hisoblanib, birinchi, ikkinchi darajasi yengil, uchinchi, to'rtinchi darajasi bo'lsa og'ir darajalar hisoblanadi. Birinchi darajada yengil og'riq, ikkinchi darajada harakat cheklanishi, uchinchi darajada bu doimiy og'riq va harakat cheklanib qoladi. To'rtinchisida faqat harakatda emas, tinch holatda ham og'riqlarning davomiyligi va kontraktura, ya'ni bukib yozganda, ya'ni tashqariga ichkariga qilganda og'riqlarning davomiy bo'lishi. Endi yechimlarga keladigan bo'lsak, yechimlarini bir necha turi bo'ladi. Birinchi, ikkinchi darajali ko'ks artrozlarda yengil o'sha fizioterapiyalar, dori-darmonlar buyuriladi. Ba'zida blokadalar ham olish mumkin. Va ortopedik rejim tavsiya etiladi. Og'ir darajalari bo'lsa, bunda sun'iy bo'g'im qo'yish, ya'ni son-chonoq bo'g'imini total endoprotezlash operatsiyasi tavsiya etiladi. Operatsiyadan so'ng ya'ni ertasi kundan boshlab bemor turib harakatlanadi va 1,5-2 oy davomida ortopedik rejim saqlanadi va reabilitatsion mashqlarni bajarib boradi bemor bunda. Va og'riqlar birinchi kunda ozgina o'sha jarohat joylarida og'riq paydo bo'lishi va kun o'tishi bilan asta-sekin oldingidek og'riqlarning batamom yo'qolishi kuzatiladi. Endi
ko'ks artrozni o'sha tekshirish usullari rentgen va MRT hisoblanadi. Ba'zi ko'ks artrozlarda, ya'ni idiopatik noma'lum sababga ega bo'lgan ko'ks artrozlar, ya'ni unga kiradigan aseptik nekrozni birinchi, ikkinchi darajasida rentgenda aniqlab bo'lmaydi va ma'lum miqdorda ko'rinadi. Uning uchun universal usul MRT tekshiruvi hisoblanadi. Ya'ni bunda birinchi, ikkinchi darajali yemirishlarni ham MRTda aniq sifatli ko'rsa bo'ladi. Endi travmadan keyingi va displastik ko'ks artrozlar rentgenda aniq-tiniq ko'rinadi.